Ta'zim ayla, shukrona ayla. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang, tuproqqa qayt. Aytgil do'stim, nima qilding vatan uchun? Shu soylarda suvlarga urgin yuzingga sen. Bir bor nazar solgin bosgan izingga sen. Shu savonni berib ko'rgin o'zingga sen. Aytgil do'stim, nima qilding vatan uchun? Assalomu alaykum. Bizlarni ilm sharchashmalaridan bahramand qilayotgan aziz ustozlar hamda o'quvchi yoshlar. Assalomu alaykum davramizning aziz mehmonlari. Xotira o'zlikni anglashga, o'tmishni doimo yodda tutishga da'vat etib turadigan muqaddas tuyg'udir. U orqali inson o'ziga yaxshi xislatlarni qaror toptirib boradi. Xotira insonni kelajakka ochiq ko'z bilan qarashga o'rgatadi. Qadrlash esa xonadonimizga fayz va baraka bag'ishlab, qilayotgan ezgu ishlarimizga oq fotiha berib turgan pir va badavlat qariyalarimizning hurmatini joyiga qo'yishdir. Do'stim, bir lahza sukut saqlaylik. Baxtimiz qurboni bo'lganlar haqqi nomlarini yod etib, bir yo'qlaylik. Xalqim deb, yurtim deb o'tganlar haqqi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu dunyoni tark etgan, Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan 500 mingdan ortiq aka otalarimizni minglab qotog'on qurbonlarini hamda maktabimizda ishlab, bugunda esa bevaqt oramizdan olib ketgan ustozlarimizni yod etish uchun bir daqiqa sukut saqlasak. Bu bayram bilan tabriklash uchun maktabimiz rahbari Qilich Ahadovich Razoqovga so'z navbatini beramiz. Marhamat ustoz. Hurmatli aziz ustozlar, hamkasblar hamda aziz o'quvchilar. Mana bugun 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan yurtimizda barcha muassasalarda ana shunday katta tadbirlar o'tkazilyapti. Xuddi shunday bizning maktabimizda ham mana shunday tadbir tashkil etilgan. Ana shu tadbir bilan, bugungi bayram bilan, xotira va qadrlash kuni bilan barcha ustozlarimizni, hamkasblarimizni tabriklayman. Hurmatli ustozlar, sizlarga mustahkam sog'lik tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz. Mana shu maktabda ishlaringizlar, ko'pchilik ustozlar, mana hozir biz bilan bir safda turib ishlab kelayotgan ustozlarimiz bor. Mana hammasi endi o'qituvchi shunday bir zahmatkash xalqki, men mana shuncha yoshga kirib, shuncha mehnat faoliyatimda hali o'qituvchilik kasbidan juda bir katta davlat orttirgan, boy badavlat bo'lib ketgan kishini, o'qituvchini bilmayman. Faqatgina siz bilan bizni boyligimiz o'qitgan shogirdlarimiz. Mana respublikamizda, hozir jamiyatimizda eng bir faol qatnashib kelayotgan, mustaqil O'zbekistonimizni kelajagi bo'lgan, bugungi kuni bo'lgan barcha kasb egalarini hammasini ilk poyqaylari shu maktabdan boshlanadi. Hammasini sizlar, bizlar mana shu ustozlar tarbiyalab mana shunday voyaga yetkazgan. Shunday ekan, o'qituvchi xalqiga, ustozlarimizga mustahkam sog'lik tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz. Charchamangizlar. Bugun mana shu tadbirga sizlarni taklif qilishdan bitta maqsadimiz mana shu maktabda umrlaringizni eng bir asosiy qismi shu maktabda o'tgan, shu maktabdagi xotiralarni bir esga soldirish, esga oldirish yoki bo'lmasa hamkasblar bilan yana bir bor diydor ko'rishishni bir tashkil qilish maqsadimiz edi. Agar biz maqsadimizga erishsak xursand bo'lamiz. Chunki mana yaqin yillar ichida biz ham xuddi sizlarday nafaqaga chiqib, ertaga biz ham xohlaymiz mana bu o'quvchilarimizni orasidan mana shu maktabda rahbarlar, maktab direktorlari, yaxshi o'qituvchilar chiqib, bizni ham mana shu tadbirlarga taklif qilsa. Chunki yuqorida aytganimizdek, bizni
topgan boyligimiz mana shu shogirdlarimiz bo'ladi. Hurmatli ustozlar, endi mana shu bir uzoq tarixlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu maktabimizda biz bilan bir qatorda ishlab yoki bizga ustozlik qilib bizni o'qitib mehnat qilgan ustozlarimizni juda ko'pchiliklari hozirgi kunda vafot etgan bizni oramizda yo'q. Bugungi kunda mana shunday ustozlarimizni ham yodga olishimiz kerak, yodga olyapmiz va bu ustozlarni ham ruhlarini shod qilishga harakat qilyapmiz. Albatta bu ustozlarimizni umrlari uzoq bo'lmagan bo'lsa farzandlariga, nabiralariga umrlarini qo'shib bergan bo'lsa, mana shu ustozlarimiz ruhlari shod bo'lib, oxiratlari omon bo'lsin. Bugun mana shu ustozlarimizni ruhlarini shod qilish maqsadida qabristonga borib ustozlarimizni qabrlarini ziyorat qildi shogirdlari, maktab o'qituvchilari va qabrlariga gullar qo'yildi, Qur'on tilovat qilindi. Mana shu qo'ldan kelgancha mana shu ustozlarimizni yodga olib, ularni xotirlab turibmiz. Mana shu ustozlarimizni xotirasi albatta abadiy. Bugun mana shu albatta qaysidir ma'noda bu uch avlod uchrashuv ham deb e'tirof qilishimiz mumkin. O'rta avlod, yosh avlod, keksa avlod, sababi mana bu barcha qatnashayotgan o'quvchilarimiz ertaga mana shu tadbirlardan o'rnak oladigan umiddamiz. Va mana shu o'quvchilarimizni ham kelajagiga, o'qishlariga, yaxshi kasb egasi bo'lishlariga, yaxshi inson bo'lishlariga biz tilakdoshmiz. Har doim sog' bo'lingizlar, xotira va qadrlash kuni yana bir bor muborak bo'lsin. Har doim mana shunday bayramlarni birgalikda bir safda nishonlash nasib qilsin. Sog' bo'lingizlar. Vatan ozodligi va mustaqilligi uchun jon fido etgan bobolarimiz xotirasini abadiylashtirib, bugun ham el yurtimiz farovonligini yuksaltirishga, yoshlarni tarbiyalashga, hissi qo'shayotgan faxriylarning hurmatini joyiga qo'yish maqsadida 9-may xotira va qadrlash kuni keng nishonlanmoqda. Endigi navbatni maktabimizning yuqori sinf o'quvchilari tomonidan tayyorlangan xotiraga bag'ishlangan badiiy chiqishlarimizga beramiz. Elni xalq etguvchi qudrat, xotira dillarni yoritguvchi nur. O'tmishdan bizlarga eshitilar saz. Bir zum bu ovozga quloq solsang bas, zamin aylansa-da, yillar o'tsa-da, xotira azizdir, qadr muqaddas. Xotira va qadr, o'goh, quyosh nurlari kabi qalblarni iliqlikka to'ldirsin. Xo'p, bu yorug' olamdan mangulik sari ketgan yaqinlarimiz biz uchun aziz bo'lgan insonlar yodi tufayli dillarni sog'inch va armon ko'lankasi qoplasin. U baribir muqaddas va buyukdir. Bugun davramizda umrining asosiy damlarini ikkinchi uyim deb bilgan ishxonasi maktabimizda o'tkazib, o'quvchilarga bilim berib, o'z nasihatlari, aql va zakovati bilan hammani qalbidan joy olgan, bugungi kunda nafaqali gashtini surayotgan Mehridaryo ustozlarimiz mehmon bo'lib o'tirishdi. Biringiz buvijon, biringiz bobo. Keksalik gashtini suringiz bardam. Siz uchun qadrdon bo'lgan ishxona sizni qadrlaydi jonajon maktab. Aziz ustozlar, sizlar maktabim ustozlari va o'quvchilari ardog'idasiz. Sizni zahmatli mehnatlaringizni shogirdlaringiz hech qachon unutishmaydi. Ustozlar, siz o'tgan umringizga achinmang. Siz ekib ketgan nihollar bugun turli sohalarda mehnat qilishmoqda. Bugun barcha olqish va ehtiromlar sizlar uchun. Oftob bo'lsa, siz osmon, siz muallim, otajonim hayot bersa, siz
ustozlarimiz sharafiga tayyorlangan videorolikka beramiz. Marhamat. Azizlar, bu dunyoni o'tkinchi, bu dunyo bevafo deyishadi, lekin shu o'tkinchi, bevafo dunyoda ham o'zidan bir unutilmas, katta iz qoldirib ketadigan insonlar juda ham ko'p. Hozirgi xotira qo'shig'imizda shu insonlarni yod etamiz. Marhamat. Soyangiz bulutga ergashgan, sizlarga yaxshilik ergashgan. Soyangiz bulutga tirmashgan, sizlarga yaxshilik ergashgan. Yodingiz dillarda joylashgan, unutmoq osonmas sizlarni. Yodingiz dillarda joylashgan, unutmoq osonmas sizlarni. Siz yo'qsiz qalbimda yaralar, ayting bu dardni kim davolar? Şükür bar siz aytgan navolar, unutmoq osonmas sizlarni. Şükür bar siz aytgan navolar, unutmoq osonmas sizlarni. Afsusdan egildi boshlar ham, sog'inib uyuldi qoshlar ham. Afsusdan egildi boshlar ham, sog'inib uyuldi qoshlar ham. Firoqdan dengizdir yoshlar ham, unutmoq osonmas sizlarni. Firoqdan dengizdir yoshlar ham, unutmoq osonmas sizlarni. Bevafo, siz shoir, siz hofiz, siz daho. Ushbudan qalbimda bir vido, unutmoq osonmas sizlarni. Ushbudan qalbimda bir vido, unutmoq osonmas sizlarni. Unutmoq osonmas sizlarni, unutmoq osonmas sizlarni. Maktabimizning Turon teatrining tafakkur jamoasi tomonidan tayyorlangan sahna qo'yilishiga beramiz. Marhamat. E'tiboringizga O'tkir Hoshimovning Urushning so'nggi qurboni hikoyasidan tayyorlangan lavhani namoyish etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Quluplarga o'g'ri demak, vahima qilma. Bolalar terib yegan. O'g'ri qulupnayga kiradi. unga kelmas edi. Bir kosasini olib chiqib qolsa, bir kosa jo'xori beradi. Siz bolalar olgan deysiz, uni og'ziga olgan bo'lsa, buyurmas. Ana, borib qarang, devorga bir chetga o'pirilib yotibdi. Devor o'pirilgan. Xotin to'g'ri gapiradi. Haqiqatan ham bir kosa qulupnayga bir kosa jo'xori beradi.
Ha, insofsizlar. O'chirana ovozini. Uzakoshiydi. O'qish kechasida chiqdik-kan. Shoyikrom. Bolam, uydamisan? Uxlamoqmiding haliya? Ko'rmaysizmi, oyi? Bola tinchimayapti. O'zim itday charchaganman, ona. Xayriyat, uxlab qoldi-ya. Qimirlama bolam, yo'q. Charchagansan. Keling, ona. Bismillahirrohmanirrohim. Choy qo'y. Choy qo'yib qoldi. Oy choy. Rahmat. Oy bolam, o'zing ham yubor. Aha, yaxshi. Ovqatingdan qolmaganmidi? Ovqat. Yo'q, ovqat kerak emas qizim, qornim to'q. Hayot surib yotib, uyqum o'chib ketdi. Aha. Shu desang, payshanba kuni Komilzaevning uyiga borgandim. Ukamgani? Ha, O'zi tuzukmi? Xudoga shukr, tuzuk. Payt-paytda har kuni ertalab bir kosa qo'yni sutini ichsa, ko'rmagandek bo'lib ketadi dedi. Qo'yni suti? Hozir sigir suti otliqqa yo'q, qo'yni suti qayoqda? Hozir bechora sigirimiz bo'lganda qon bo'ladi. Meni-ku mantiyor yetishmovchilik sabab olib qolishdi. Ukamni bo'lsa, Yo'q, hozir xiyladir. Uxlab chiqqanman bolam. Hay, mayli. Bolalarim endi men bora qolay. Qani ilohim. Sog'lik, tinchlik bo'lsin. Bu urush degan balolardan ham tezroq qutulaylik. Ukang ham ko'rmagandek sog' salomat bo'lib ketsin. Amin, Allohu akbar. o'tirmaysizmi, oyi? Qimirlama, yo'q. Ertaga ukamni ko'rgani tushaman. Bolam sendan gina qilarmidi? Ko'rinib turibdi ahvoling. Ertalab ketasan, yarim kechada qaytasan. Bu kunlar ham o'tib bo'lib ketar. Boraverim, dedim bu yoqqa men o'zim. Balangalar bunaqa turmushni. Seni ham padaringgalar. Tumshug'ing tagidagi sigirni olib ketsa-yu, anqayib o'tirsa. Nega o'zaraysiz? Siz kechalar siminda bo'lsangiz, men urushda juda bilan jonimni qoshlab o'tirganimni aytmaymi? O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. O'zingga-ham. Yoki nima? Meni oxom sababchi xotinday suyib ketsin. Bechora xotin hovlisiga o'g'ri tushganini bilib, yotib solgan. Borib, ichisini ahvolidan tortaman deganda, xullas, qo'shnilar qarashsa, qoraxoniga belanib o'tganini ko'rishibdi. O'zim eshitganingizni o'qib, bu kunlarim bo'lib ketadi. Kurtkasa qulupnay beradigan bo'ldi. Shu kurtkasa qulupnayni kurtkasa qo'yni ustiga almashtiramiz bolam. Nasib qilsa tuzalib ketasan, ko'rmaganda bo'lib ketasan. Shoykrom qulupnayga o'g'ri tushganini tushida ko'rdi. Qish kerak.
albatta barchasini qilish kerak. Hammasi adabini yeydi hali. Dinganisi. Otib tashlamaydimi? Voy, hovliga chiqma. Bolalar qarishmasin. O'ladi. Oy! Kimsan? Oyijon! Nimalar qilib qo'ydim, oyijon? Oyijon, meni kechiring, oyijon! Oyijon, bevalarligingizni kechiring, oyijon, iltimos! Nimalar qilib qo'ydim, oyim? Ukajonim, oyimni nimalar qilib qo'ydim, meni kechiring, ukajonim! Kecha aytganda ko'rmadilar. Bir ko'zim qirqdagi. Sizdan bajaradilar. Kechiring, oyim. Oyimizni kechiring. Voy birodarlar, urush tugabdi. Eshityapsizlarmi? Urush tugabdi. İştahsızım oyijon, iltimos ko'zlaringizni oching, oyijon, ish tugadi. Oyijon, iltimos ko'zlaringizni oching, oyijon, iltimos. Bizni kechiring, oyim. Urushning so'nggi qurboni hikoyasi qahramoni Umri xola urush ketayotgan joylardan minglab kilometr uzoqda bo'lsa-da, urushning eng so'nggi qurboniga aylanadi. Shu bilan bugungi sahnalashtirilgan teatr tomoshamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Onangiz yonida bir so'm o'tirib, mehrli ko'zlarga bir to'yib qarang, dunyo ishlarini bir chetga qo'yib, onasi hayotlar onangiz asrang. Qalbini ham alam qamrab olmasin, yo'lingizni kutib ko'zi tolmasin, keksagan ko'nglida armon qolmasin, onasi hayotlar onangiz asrang. Onasin holidan xabarsiz kishi, mazmunsizdir umri bahor o'qishi, hech qachon tugamas bu dunyo ishi. Onasi hayotlar, onangiz asrang. Biz uchun hadisdir, aytgan qarshisi. Dunyoda onaday zot bormi o'zi? Faqat quvonch bilan yoshlansin ko'zi. Onasi hayotlar, onangiz asrang. Bu buyuk vatanda inson ulug', xotira muqaddas mavzusidagi adabiy badiiy kechamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Istardimki xotira va qadr tuyg'usi hech birimizdan yiroqlashmasin, hamisha qalbimizda aks sado berib turaversin.